Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktin, judadır hayat, alınır her ün, mulluk, tıklık. Almanya saklı azaytımız, cebir zulümünü tügütümüz, yurtlar hiç amallıkını özümüz sorayımız. Neyse, küçük balını kollağanda kollamakçım ha? Bote, yamaç kazanda bir kıtım açmışıdır. Beni sorusanlar, ben adli bir cancı, benim maksadım. Xalqni jabr zulmdan qutqizib, erkin ozodlikka chiqarib, tinch farovon turmushga ega qilish. Hey! Shu Luba degan nomodini qishqa! Uni qidaydigan gapimmi? Bizni iliy tarafga ozodlik mash'ali yongan, meni taqdirga boshla aytamaka. O'yg'ongan ziminni endi hech kim tutolmaydi. Çöçek tarafdan uçup kelayotgan top-top aeroplanlar Sanjidan chekinayotgan va Urumchi shahrini qamal qilib turgan Majonyang sheriklarini shundoq bombardimon qilishga boshladi-ki, aeroplan deb anglagan yoki birorta aeroplanning havoda uchqinini ko'rgan bo'lsa-mu, bir yoqdan etib, bir yoqdan bombalaydigan bundoq aeroplanlarni umrida ko'rib boqmagan. Mana bundoq sheriklarga rostala qizil qiyomat boshlangan. Onun ustiga tanka va temir konkilar yordami bilan quruqlikdan qilinayotgan dahshatli hujumlar ularni butunlay gangirtib qo'ydi. Shunday qilib 12 fevral kunidan boshlab Majonyang sheriklari Urumchi shahrini tashlab Davanchingga chekinishga boshladi. Ularning baxtiga shu kunlarda Urumchi va Davanching osmonini quyuq tuman qoplab ketgachga bombardimon qilinmay qoldi. Biroq 3-kuni havo ichilish bilan yana bombardimon boshlandi. Quruqlikda bo'lsa Qizil armiya bilan birga Shinsey sheriklari hujumga o'tdi. Majonyang mundaq zo'r kuchga taqobil tura olmaydiganligini tushunib, o'z sabdoshlariga Janubiy Shinjang tarafga chekinish qaroriga kelganligini aytdi. Yo'lbos onunğa Janubiy Shinjangga barmay, Qumun orqali Gansu tarafga ketishga. Shu yerda kuch to'plab, fursat bo'lganda Shinjangga qaytib kelishga maslahat berdi. Yo'lbos silingning yaxshi ko'ngliga rahmat, dedi Majonyang. Bizda yaxshi ot bir dastlab o'tgan cho'pni qayta yemaydi degan maqol bor. Men Gansuga qaytmayman. Mening tala yulduzim Janubiy Shinjangga ko'chganda qiladi. Janubiy Shinjang musulmon yurti. Qashqarda mening sodiq qo'shonim bor. Ammo shuni unutmanglarki, men bu qitim Shinseydan yengilmadim. Agar Ruslar aralashmagan bo'lsa, xayr. Men o'zimni aqlab o'ltirmay, kelgusi tarix bu haqda to'g'ri hukm chiqaradi deb ishonaman. U shundaqda turib qattiq yo'tilib ketdi va darhol yonchiqidan qo'lyog'liqini chiqarib og'ziga tutgan hamon yog'liqqa uyib qolgan bir parcha qon tushdi. U qo'rqimsiz, qaysar tavakkulchilarga xos ko'zlari bilan atrofdagilarga yalt qilib qaradi. Uning ulug'vor orzu-armonlari aks etib turadigan mag'rur chiroyi bir tilla qog'ozdek oqarib ketdi. Yo'lbos darholla Tevibni chaqirib kelsinmi? Yo'q. Mening og'riqim Tevibning doğrusi bilan saqlaydigandek emas. Bu og'riqqa faqat o'zimning irodasila davo bo'la oladi. Shuningdan keyin Majonyang ajal bo'ronlaridan eshib qolgan cheriklarini turpaniga to'plab, shu yerdan Janubiy Shinjongga mengishga tayyorlanayotgan kunlarning birida Yo'lbos g'ibli qilib Qumul tarafga tikildi.
Majoying bilan Turpanga ketalmay, Davanching qo'li bilan tog' qaptallarida qolgan yarador cheriklarning xeyli ko'p qismi so'g'uq va ochliqdan qirilib ketdi. Tirik qolganlarni bo'lsa, pollik komandiri Vorginning "Bir asr ilinmasin, hammasi qirib tashlansin" degan buyrug'i bo'yicha to'p-to'p qilib benzin bilan kuydirib etish qaror qilingan edi. Bu qarorning ijrosiga bir qizil askar ofitseri bilan Shingsayning bir yengjangi mas'uli edi. Ular bir to'p cherik bilan shu qarorni ijro qilayotganda, yaradorlar orasidan yaponcha burt qo'yib olgan yo'g'on burun, ko'k ko'z, cheki chochlari oqirib qolgan bir odam toshbaqadek o'milab chiqib, rus tilida qattiq varqiradi. "Men Tungan emas! Meni o'ldirmanglar! Men sizlarga lozim!" "Sen kim bo'lasan?" "Men Turk. Men Turkiyalik Kamal Kozim." "Bu Tunganlar orasida nima qilib yursan?" "Manjuriyadan Majoyingga mushavir bo'lib kelgan." "Turkiyalik bo'lsang, Manjuriyada nima qilib yurasan?" "Hurmatli ofitser, buni aytib kelsam gap to'la. Meni yaxshisi bosh shtabga opiring. Men sizlarga noyat nurg'un sirlarni aytib beraman." Vorgin shtab chedirida o'tirib, Kamal Kozim bilan Zokir Dolatovning g'alati asirlar ekanligi to'g'risidagi maxsus dokladni o'qib chiqqandan keyin ularni darhol siyosiy boshqarmaga topshirishni buyurdi va o'zining "Birma asir ilinmasin" degan buyrug'iga xilof holda bu ikkalarni kechirim qilib o'tdi. 17-bob. Yo'l Qashqarga. "Eshakchi demang bizni, Qashqar yo'lida karvon, sarg'aydi demang bizni, yor dardida sarg'aygan." Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan. Urumchi shahri qamalda qolgan kunlarigacha Mavfuyan Qashqarga yurish qilolmay Oqsuvda titrab yuribdi. Chunki fidoilar qo'shini qori yo'lg'un jangidagi mag'lubiyatdan keyin uningga 100 turanni taqobil turmay, Oqsuv Uchturpan tog'larini asosiy baza qilib, hozirgi til bilan aytganda partizanlik urushi bilan uning put qo'lini tushab qo'ygan edi. Mansur ixtiro qilgan yeliqi ajal ko'langisi endi bir qancha o'ng'i ko'payib, xuddi Tomuz kunlaridagi chaqoq harlarga o'xshash at-topsala uningga nashtar uradigan dahshatli bir kuchga aylanib qolgan edi. Mavfuyan ya oldiga mang'almay yoki bu ajal ko'langilari dahshatidan qutulolmay, xuddi bir to'p olg'ur ov ishlari orasida qolgan yolg'iz bo'riga o'xshab qoldi. Shundaq kunlarning birida Chorlug'uchi qismlar boshlig'i Yitam ikki yo'lovchini fidoilar qo'shinining vaqtliq shtabi Uchturpan Shanyomul qo'rusiga boshlab kelib, ularning muhim ish bilan Qashqardan kelganligini ma'lum qildi. Bu ikki yo'lovchining biri sodigar qiyofatidagi 30 yoshli kishi edi. Ikkinchisi dehqon kiyimidagi charsoqol odam edi. 30 yoshli kishi yerim Uyg'ur, yerim o'zbek talaffuzida so'zlab, o'zini Qashqardagi Sovet konsulxonasining mas'ul kotibi Mirodil Qosimov. Hamrohina bo'lsa, yo'l boshlovchi kishi deb tanishtirdi. Cho'nglar bilan xoli qolganda bo'lsa, o'zining hojimning oldiga kelishdagi sababini mundaq izohladi. Urumchidagi bosh konsul Zlatkin Qashqardagi Sovet konsuliga jiddiy radiogramma yo'llab, Shingsayning mono mazmunidagi buyrug'ini hojimga yetkazib qo'yishni talab qilgan. Xo'janiyaz hoji Janubiy Shinjang omonlik qo'g'dash bosh qo'mondoni bo'lish sifati bilan Jimisar putimi bo'yicha Mavfuyanni to'sib Qashqarga kirgizmasligi, sabit ta'minli hokimiyatini og'dirishning omonini qilishi lozim ekan. "Qani u buyruq?" so'radi hojim qopqini turib. "Mana", dedi Mirodil Qosimov ruscha xatlar yozilgan bir parcha qog'ozni ko'rsatib. Hojim qog'ozga qaramay turibla chechilishga boshladi. "Shunday bandiga lomode bizni nima chaqlab yuriydi? Jimsar putimi nechtaxi? Jimsar putimi bo'lsa, menga nemishqa qurol yarog' yetkazib bermaydi ekan. Qurol yarog' bo'lmasa, men u Tunganni nima bilan to'sig'idayman? Ochlang to'yadigan cho'ki bilanmi? Sabit tamolini og'dirib etkilayman texi. Tungan bilan so'qishqinim yetmay, amdiza meni Qashqarliklar bilan so'qishsin demdikan. U bizni Nozixon Chantu deb yana bir maymun o'yini qilmoqchi.
Şundaqmı? Mahmud Muhidi hojimni texmo qaynab ketmasin deb gapni darhol boshqa yoqqa burib. Qashqar ahvoli qandaq? Qashqardan chiqqaninglarga necha kun bo'ldi? 10 kundan beri sizlarni izlab yurdik. Qashqar ahvoli pekmi murakkab. Yangi shahar muasirasi davom etmoqda. Ammo hech qanday natija yo'q. Yurtda qabilavozlik, qimmatchilik, parakandichilik hukm surmoqda. Sabit Tamoli bo'lsa, Xo'janiyaz hojim janoblarining nomidan turli amr farmonlar chiqarish va qog'oz pul tarqatish bilan ovora. Mening nomimdan? Shundoq, janoblarining nomidan. Ya'ni Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisi Xo'janiyaz hojim degan nomdan. Astag'firulloh. Ey, nima qilib yuriydi u kalpakchi mulla? Cho'gin qaynab tashsa, o'zining beshig'i tashidi. O'tqa nimizeyni? Sabit Tamolimi o'zining bilginini qilib turmamdi. Biz borgandan keyin, shundoq. Hozirgi vaziyat har qaysingizlarning Qashqarga tezroq berishini g'oyat zo'r taqozo qiladi. Bosh konsul Zlatkinning radiogrammasida yana mundaq bir masala alohida ta'kidlangan. Ya'ni Jimisar putimi Sovet ittifoqi hukumatining orqachiligi ham kapolati bilan maydonga kelgan. Bu putim bo'yicha Shimoliy Shinjongni Shingdoban, Janubiy Shinjongni Xo'janiyaz hoji boshchiligidagi vaqtli hukumat idora qiladi. Mubada Shinjongda 3-chi bir hukumat. Masalan, aytaylik, Sabit Tamollah yoki Ma Jungying hukumati maydonga kelib qolsa, buningga Sovet ittifoqi hukumati mutlaq yo'l qo'ymaydi. Bu gapning ma'nosi sizlarga ham ayon bo'lsa kerak. Ma Jungyingga kelsak, uning sanoqli kunlar qoldi deb ayta olmayman. Chunki eng yangi xabarlarga qaraganda, Shangdubanning iltimosi bo'yicha Ma Jungyingni o'zil-kesil yo'qotishga bizning hukumatimiz bevosita ishtirok etishi mumkin. Balki bu chaqqicha bizning qizil armiyamiz chegirdan kirib bo'lganda, bu 10 kun ichida tog'li dashtlarda yurib, ko'p ishlardan xabarsiz qoldim. Siz konsulga aytib qo'ying. Mendan xotirjam bo'lsin. Men Jimisar bitimiga cho'qim amal qilaman. Buning sababi men Stalinning va Stalin avatgan konsulning va'dasiga ishonaman. Ammo Shangdubanmi bitimga cho'qim amal qilish kerak-ku. Shundaqmi? Shundaq. Hojim janoblarining gaplarini bosh konsul Zlatkinga cho'qim yetkazamiz. Shuningdan 2 kun keyin Fidoilar qo'shinining bosh qo'mondonlik shtabi Mavfuyan bilan ovora bo'lavermay Qashqar tarafga otlanishni qaror qildi. Har qaysi taraflarda tarqalib yurgan ajal ko'langalari yig'ilgandan keyin qo'shinni ratlash ishi elib berilib, qurol yarog' yetishmaslik vajidan yigitlarning xeyli bir qismi uylariga qaytarildi. Oxir 1300 kishilik Fidoilar qo'shini 1934-yili yanvar oyining o'ttirlarida Uchturpandan chiqib, nefis qor bilan qoplanib yotgan tog' dalalarda egri to'qay izlarni qoldirib, qoqshal yo'li bilan otishga qarab mangdi. Qo'shindan 2 chaqirim oldida to'riq to'nanga minib yo'l boshlab ketayotgan Ro'zi karvon teri quloqchisini orqaga surib qo'yib, yiroq-yiroqlarga pat-pat qarab qo'yadi. Onunga so'nglashib ketayotgan Hitam birdili gap boshlab qoldi. Rozaka, o'lishgan hammaning ko'nglini g'ash qilgan ishda zodi kemayibdik. Hojatammi yoki to'xniya zo'rmi? Nima desam bo'la? U kuni menmo chivin yavolgandek bo'lib qoldim. Men hoji otimizni avliyodek bilatdim. Tunji qitim ushshaqdalda uning qo'liga so'ymoqchi bo'lganimmo shu sababdan edi degan afkam. Malla emas, ko'rib turibsan-ku. Butkul old shaharda 7 yoshdan 70 yoshgacha son-sanoqsiz kishilar hojatimizni Imom Mahdi oxir zamon deb biladi. Itining to'yiqidan to'zigan changni ko'ziga surtgudek bo'ladi. Lekin ulug' odamlarning itini anglab, o'zini yiroqdan ko'rsa bo'ladi ekan. Xuddi oldimizda ko'rinib turgan va hayvatli tog'ga o'xshash. Uning ichiga kirsang, ko'nglingni aynitadigan bir nimalar chiqib qolamdi texi. Uni Xudo biladi. Menga butun umrim eshakchilik bilan yurtdan yurtga qatrab o'tgan bir qori turk. Hoji otamga o'xshash ulug'larni
bir nima deyishga haddim emas. Ammaza To'qniyoz zo'rg'a uvol bo'ldi jimo. Rozi Karvon bilan Heytamning bu gaplari o'lishgan yuz bergan mundaq bir vaqa to'g'risida bo'lyapti. Shu kuni atiganlik choydan keyin cho'nglarning hammasi ishtabga yig'ilib Qashqarga borganda Sabit Tamulla hokimiyatini qanday qilish masalasi ustida oldin bir fikrga kelishib olmoqchi bo'lgan edi. Bizning ahvolimiz xuddi ayg'ir otning umr bo'yi tarilib boqmagan yog'iga o'xshash chigilishib ketdi. Deb gap boshlagan edi Mahmud Muhiti. O'rus konsulining bizga aytqizgan gapini mo angladik. Shingdobanning niyatini mo tushundik. Bir yoqda Tungan, bir yoqda Sabit Tamulla. Xotanda Mamtimin Hazrat Bobotihi. Tunganlar bilan go jang maydonida ko'rishimiz. Biroq Sabit Tamulla bilan nima deyishamiz? Bu bishi cho'ng Tamulla hay deganimizga unumay hukumat qurib opti tehi. Hoji akamni rais deb chakarlab, bizga o'shiqcha ovorchilik tepib berdi. U yoqda asaq harvi sunudi. Bu yoqda asaq o'kiz o'lidi. Hay, biz zodi qanday qilishimiz kerak? Muzokara qizib ketdi. Ba'zilar ittifoqlikni nazarda tutib, Sabit Tamulla bilan yomonlashmaslik, uni gap bilan qoyil qilib, avval uning qo'lidagi qurolli kuchlarni hojimning qo'mondonligiga o'tkazib olish. Ondan o'zini hajdavob qilishga avatib etib, uning hukumatini tarqitib etish. Ondan hamma kuchni jumladan xotanliklarni bir qo'mondonlikqa uyushtirib, Majmuing sheriklariga qarshi umumiy yuzlik jang qilish degan tashabbusni o'tirg'a qo'ydi. Bu fikrdagilarning asosiy vakili Namat Xalpat edi. Mana shunda qilganda zixmi ko'ymaydi, kavobmi ko'ymaydi. Bu fikrga birinchi bo'lib Qosim apandi qarshi chiqdi. Uyg'urlarda oldimoqqa bola yaxshi, Xudo ursin qaqqashni degan maqol bor ekan. Sabit Tamulla bola emas, bizning gapimizga ma'qul deydigan. U butun boshliq bir jumhuriyat qurib, uning boshlig'i bo'lgan siyosiy arbob, uning bir necha ming askari, keng ijtimoiy asosi bor. Hokimiyat deganni zo'rliq yo'li bilan tortib olg'ili bo'ladi. Siz bizni Sabit Tamulla bilan so'qishtirmoqchimi? Men uning bilan so'qishayli dedim-mi? Amsa nima demoqchisiz? Men demoqchimanki, Sabit Tamulla o'zini bosh vakil, Hoji akamni rais jumhur deb chakarlagan ekan. Rais jumhurning bosh vakilni mansabdan qoldirish huquqi bo'ladi. Aniq bo'lgandan keyin Hoji akam rais jumhurlik salohiyati bilan Sabit Tamullani mansabdan qoldirib, biror bahona bilan qamoqqa ilishi, barliq qurolli kuchlarni qo'mondonlikqa bo'ysunishga farmon tushirishi, qarshilik ko'rsatganlarning adibini berib, qo'shindan haydab tashlashi, ondan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumatini qonunsiz deb chakarlab, uning o'rniga Jimisar bitimi bo'yicha Janubiy Shinjang vaqtli hukumatini huquq yurgizadigan qilishi lozim. Bu amaliyotda Sabit Tamulla bilan urushimiz deganlik bo'lmaydimi? Ha? Siz musulmon bilan musulmon yana kelib, Uyg'urlar bilan Uyg'urlar urushib, Qashqar diyorini qonga bo'ysun demoqchi. Shundaqmi? Sabit Tamulla qarshilik ko'rsatsa, shunda qilmaymi bo'lmaydi. So'rinda varang-turun ko'tarildi. Faqat hojim bilan Mahmud Muhiti qapoqlarini turib jim o'ltirdi. Yana Qosim apandining ovozi anglandi. Bugun uning ovozi boshqa chaqlardagidan ko'tarangorak anglanadi. Muradil Qosimovning Sovet ittifoqi Shinjongda Shingdoban va Hojiniyaz hojimning vaqtli hukumatlaridan boshqa ikkinchi bir hukumatning maydonga kelishiga mutlaq yo'l qo'ymaydi degan gaplarni unutib qolmayli. Agar Sabit Tamulla hukumatini qaysi yo'l bilan bo'lmasin, darhol yo'qotmasak, chatoqning yo'g'ini chiqadi. Muradil Qosimov Sovet Qizil armiyasining chegirdan kirib bo'lganligini mo askartib qo'ydi-ku. Bas, men qozoq bo'lsam-mu, Uyg'ur xalqi bilan bo'lgan qondosh, qarindoshligim uchun ko'nglimdagi gapni aytdim, qarindoshlar. So'rinni jimjitlik bosdi. Hammaning chiroylari tutuq, ko'zlari g'azabli ko'rinadi. Hojimning burun to'shiklari yo'g'inab, ig'ir nafas ilayotganligi sezilib turadi. U o'zi bilan o'zi so'zlashgandek.
Hey Sabit. O'zingimi qilding, mangimi qilding? deb saqilini siqindab o'ltirib, ko'pchilikka bir nima demoqchi bo'lib atganda, o'ylida odamlarning qattiq varang-churunglari anglanib qoldi. Ikki odam og'ziga kelgani deb qattiq tilishib o'tadi. Arichilarning hoy berib ajirtishiga qaramay, jidal ulg'ayib bir pay o'qmi etildi. Hojim boshliq hammaylan o'ylig'i yugurishdi. To'xniya zo'r yerda yotgan Hoshir kantoning tapancha tutgan qo'lini dastlab turib, bir nimalar bilan varqiravatdi. U cho'nglarni ko'rib varqirashni to'xtatdi. Hoshir kantomi o'rnidan turdi. Ma'lum bo'ldiki, bugun atigan ro'zi karvon kelib, Qoqshal yo'lida Orva yoki Ma'pi mangolmaydiganligini. Kucha xinim bilan Mo'dan xonning endi otqa minnisi bo'lmaydiganligini aytibdi. Qeyrishqandek kucha xinim ot minib baxmagan ekan. Shunga safar ustida kucha xinimning muhobizligiga mas'ul bo'lgan Hoshir kanto kucha xinim bilan Mo'dan xonga kajuvi tayyorlashga kirishibdi. Bu ishdan hojim nomi xabari borligini uqmagan To'xniya zo'r. O'ylida Hoshir kantoning kajuvi tayyorlayman deb paypaslab yurganining sababini uqqach, bu nima qiliq? Kucha xinim otga minalmasa, sen bo'yinga mindirib masol bo'lmamdi, debdi. Hoshir kanto bu gapga chidamay, uningga til sapdi. To'xniya zo'r o'zini tutolmay, Hoshir kantoni bir mush bilan yiqitib etibdi. Hoshir yerda yetib tapanchisini chiqarganda, To'xniya zo'r uning qo'liga dastigan ekan, bir pay o'q etilib ketibdi. Sabit Damo'li haqidagi boyiqi muzokarada raso o'g'isi qaynab, ochchig'ini kimdan elishni bilmay turgan hojim, To'xniya zo'rning hech kimdan aymanmaydigan, bo'libmi hojimning urush vaqtida xotin ustiga xotin elishiga qumuldan tartibli dadil qarshi turib kelayotgan qo'rqimsiz, to'g'ri so'zli kishi ekanligini esidan chiqarib qo'ygan chig'i. Xotinlarning ishi bilan sening nima qaring? Nima qaring deganlar nimasi? Biz dushman bilan jang qilamizmi yoki xinimlarni kajvoga otib, tog'ma-tog' so'rab yuramizmi? Xotin degan tepilmasdan xo'mis emas-ku. To'xniyaz! Sen kim bilan gaplashayotganini unutib qolma. Unutib qolmadim. Men sanoqsiz musulmonlar bizni zulmdan qutqazuvchi g'ozi otimiz deb aqida bog'lab kelayotgan Xo'janiyaz hojim bilan gaplashyapman. O'zlarim el yurtning aqidasini unutib qolmasalar. Haddingdan oshma xotin taloq. Meni taloq qilug'dak xotinim yo'q. Bu gapni birdan eshib, bir necha xotin ilvag'onga aytsalar. Hey! Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol! Yo'qolsam yo'qolay. Isit sana bo'lgan aqidamga. Hammaylan hong-tong bo'lib qarab qolishdi. Peshindan keyin hoji ochchig'idan yenib, "Mendan o'tdi", dedi-da, To'xniya so'rni chaqirib kelishga odam avatdi. Biroq uni hech kim hech yerdan topolmadi. Hatto qo'shin Qashqar tarafga otlang'uchimi uning o'lik tirikligidan hech qanday izdirak bo'lmadi. To'xniya so'rdak oq ko'ngil, gongong mijas, to'g'ri so'zlik va jang maydonidagi ajoyib qahramonliklari bilan hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan kishining mundaq fojialik oqibati ko'pchilikka shundoq ta'sir qildiki, o'g'loqchi Mansur bilan Hitamdek so'zman va xushchaqchaq yigitlarning demi ichiga tushib ketdi. Hojim bo'lsa, xuddi To'xniya so'r hozirlik kelib qoladigandek pat-patlar etining tizginini tortib, orqada kelayotgan tog' dalalarga diqqat bilan qarab qo'yadi. Astag'firullah aytib, yana yo'liga ravon bo'ladi. "Hojimga qarislar xalpitim", dedi Sali Durg'a o'zi bilan yondosh ketayotgan Namat xalpatga. "Bu ish uningga oson tushmadi. Razitlar Durg'am. 2 kundan buyon hojakam xuddi muhim bir nimasini yuttirib qo'ygan kishidek ishini tinglashib yuradigan bo'ldi. Ammo men boshqa bir nimadan andish qilyapman." "Nimadan andish qilyaptilar?" "Hoji akamning mijozidan andish qilyapman. Sabit Damo'lla ig'ir biziq, muloyim mijozlik odam bo'lsa-ku, xo'p. Agar u qattiq mijozlik odam bo'lsa, shikaylarning so'piti janjalga aylanib, ishni gap bilan bir taraf qilamiz degan umidimiz yo'q chiqmag'idi deb andish qilyapman.
Taş yumşak qumning ustiga tushsa, ovozimi anglanmay qoladi. Mubada toshqa tegsa, o't chiqib ketadi emasmi? Sali Durga hech nima demay, ostidagi jiran qoshqining sovuq shamolda yalpinib turgan yoylani salab qo'ydi. 18-bob. Qonga bo'yalgan diyor. Hamma nimaning rangi o'ngidi. Qonning rangi o'chmaydi. Uyg'ur xalq maqoli. Qashqar shahrining taxminan 5 chaqirim sharqi shimolidagi G'o'ji cho'ngning qumliqi degan xilvat manzilga bugun atigandan buyon odam dengiziga aylanib qoldi. Uning kun petish tarafida yog'och va bo'ri bilan qurashtirilib, silchi gilam tovar durdurlar bilan bezalgan palampaylik ko'rkam bir sahna qad ko'tarib turardi. Sahnaning oldiga "Marhaba, qahramon g'ozillarimiz marhaba" degan so'zlar yozilgan qizil tovar lozungi esilgan bo'lib, sahna atrofida to'p-to'p odamlar g'ujmaklashib turardi. Ularning to'lisi boshlariga salla o'ragan yoki qoni yoqiliq juvular bilan kampat tumoqlarni kiyishgan salobatli kishilar edi. Sahnaning o'dilidagi qabristonlikqa tutash tizanlikda bo'lsa, qizg'ush chekman to'n ustidan tasma balvoq bilan barlarni chang bog'lab, yengsar tumiga kiygan ikki yuzli qurolliq Uyg'ur yigitlari safga tizilib turardi. Shaharning sharqi tarafidagi to'shik darvozasidan o'sha manzilgohgacha so'zilgan agri to'qay Horvi yo'lining ikki qosniqimi sanjaq odamlar bilan to'lgan edi. Ularning to'lisi kiyimlari yilin yupqi hunarmand kasblar, dehqonlar, taliblar, setiqchilar va egini yirtiq yamoq madikarlar bo'lib, onda-sonda taranjilik ayollarni ko'rinib qoladi. Ularning oldi tarafida ratli kiyingan maktab bolalari uzun saf tortib turishadi. Vaqt o'tgan sari yanvar oyining qor sovuqi kiyimlari yilin yupqi kishilarning dumbillarini qo'rib, quloq, burunlarini chimdab, ularni toqatsizlantirishga boshladi. Olaman ichida g'udur ko'paygili turdi. Dal shu chaqda yilqi sahna tikilgan maydon tarafdan doqi-dumboq, nog'rikamay ovozlari yangrashga boshlab, hammaning diqqati shu tarafga burildi. Otish tarafdan qilin chang to'zdirib kelgan piroilar qo'shuni maydonga yaqinlashdi. Beshig'i tulki tumoq, ustiga apchil tikilgan bo'ri juvi kiygan bo'z otliq kishi qo'shindan 20 qadamcha uzilib chiqib, maydonga kirish bilan "Marhaba! G'ozi Xo'janiyat hoji otimiz, marhaba!" degan unlik shuarlar bo'rondek go'rildab ketdi. Ustiga malla chekmandan paxtaliq to'n, putiga masi kalash kiyib, sallisini aplik o'rib olgan o'ttiri bo'y, yumaloq yuzlik, kayk soqol, o'zi diqmoq kelgan bir kishi to'p ichidan chiqib, hojin tarafga ishtik qadam tashladi. Bu Sobit Domulli edi. Onunğa Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining arboblaridan bir nechaylan ergashdi. Ularning orasida adliya vakili Zerib Qori hoji, moliya vakili Ilohun boylarmi bor edi. Ular hojimga yaqinlashgan hamon chipida to'xtadi-da, egilib salom berib, darhol hojini otdan tushirmoqchi bo'lishdi. Biroq hoji xuddi chiptas chavandozlardek otdan o'zi irg'ib tushdi. U Zerib Qori hoji va Ilohun boylar bilan ko'rishib o'tib, "Biz yana ko'rishdik, og'aynilar. Xo'sh keldilar, g'ozi otimiz" dedi Zerib Qori hoji. Ondan Sobit Domullini tanishtirmoqchi bo'lib, "Bu zoti kiram" deb eg'iz aytishiga hojim uning gapini bo'lib, "O'zini ko'rmagan bo'lsam-mu, ko'nglim to'nib Bu kishi Sobit Domulli deyman." "Domullam, sizning beshingiz yo'g'on bo'lgan bilan, mening cho'riqim yo'g'on." "Marhaba g'ozi otimiz.
Janoblarning qadam tashrifi bilan kamina xodimlarining va butkul Kashgar ahlining beshi ko'kka ulashdi. Dedi Sabit Tamo'li kulimsirab. Uning sal ichiga o'ltirishgan qo'ng'ir ko'zlari xuddi madrasa hujrasining chiroqlaridek pilildab, hojining burkutningidek o'tkir qaraydigan qop-qora ko'zlari bilan uchrashdi. Har ikkalan qo'llarini tutishgan holda hech nima demasdan bir necha daqiqa jim turib qoldi. Ko'rishish navbati boshqalarga kelganda, ba'zilar hojining qo'lini so'ymoqchi bo'ldi. Hojim buningga yo'l qo'ymadi. Navbat yo'g'on salilik bir kishiga keldi. O'zi jivakrak kelgan bu qoqir bo'yin kishi beshidagi qasqandek sallisi bilan xuddi yerdan chiqqan eshak madikiga o'xshab qolgan edi. Voy, axunam, bozordagi dokining hammasini beshingizga yo'g'ib oldingizmi, nima? Hamma axullarimiz shunday qilib tursa, Qashqar degan shaharda o'liklarni yo'g'aydiganga doki tepilmay qolmamdi o'zi, ha? Maydonda yana yeni kulki ko'tarildi. Shu arada beshiga olg'ancha to'maq, ustiga qora qo'l yoqiliq juvi kiygan bo'shg'ur soqolliq, qushburun bir odam bilan turikchi papoq kiyib, qisqa burt qo'yib olgan egiz bo'yliq, ko'k-ko'z kishi hojimga tangli qo'l uzatdi. Sabit Tamo'lla ularni tanishtirdi. Uning aytishicha, bo'shg'ur soqolliq kishi Afg'onistonlik Muhibullah xon bo'lib, hozir qo'shinda mashqovullik qiladi ekan. Yiliqi ko'k-ko'z kishi bo'lsa, sahiya ishlariga yordam berish uchun Turkiyadan kelgan Mahmud Nadim degan doktor ekan. Miltiq etganmi? Muhibullah xon faqat harbiy mashq o'rgatishga kelganligini aytdi. Miltiq bo'lsa-la, harbiy mashqni patmi xotinmi qila oladi? Dedi hojim. Ondan Mahmud Nadimdan so'radi. Yardarlarga doki yetamdi. Mahmud Nadim darvaqa doki yetishmayotganligini aytdi. Andaq bo'lsa, Qashqarlik axullarning sallisi bak yo'g'on bo'ldi ekan. Yardarlarning yarısini shularning sallisi bilan tengib turing. Maydondagilarning ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketdi. Bir chaqlada Tömür Sijang bilan Osman elining orasida suxanchilik qilib, ularni o't bilan suvda qilib o'tgan hiliqi Shopdul Damullami bir chetda turadi. U boyiqi kulgiga ulabla yenidagi hamrohi bilan pichirlashqili turdi. Mana begim, eti ulug' G'ozi Xo'janiyaz hoji otimizni ko'rib qo'ysalar. Bu qumulliq talva, hiliqi to'qsulliq harvikash Tömürdinmi ish tushadigan nodon bir nima o'xshaydi. Al-hazar. Onun gaplarining so'g'liqini qarmamdigan odamning qovurg'isini egib. Darvaqa, gapi bak so'g'ib bir nima ekan. Ammo lekin uni nodon degili bo'lmas. Har bir gapining tagida gap bodek turadi. Bayam Sabit Tamo'lini beshi yo'g'on damulla deganini qarmamdigan. Men buni g'arazlik siyosiy hazil deb tushunyapman taqsir. Aql donishtirga barakalloh begim. Janoblarning samiga salmoqchi bo'lganim bu. Dal ana shol ma'nida edikim. Bu aql donishlarning durdonlarini Sabit Tamo'lining muborak quloqlariga ham halqa qilib eshib qo'yg'aylar. Al-hazar. Xotirjam bo'lg'aylar Tamollan. Inshaalloh. Mehmon va Saib xonlardan 10 kishi sahnadan o'rin elishgandan keyin Sabit Tamo'lla hojim boshliq hamma sarkarda va jangchilarni butkul Qashqar xalqi nomidan qizg'in qarshi oladiganligini qisqa ammo nihoyatda jo'shqinlik iboralar bilan aytib o'tgach, oxirida mundaq dedi. Janobi Allohga haddi hisobsiz hamd va sano va shukronalar bo'lsin kim. Bugun Sharqi Turkiston Milliy ozodlik harakatining rahbari G'ozi Xo'janiyaz hojimning didorini ko'rishga musharraf bo'ldik. Endi bizning inqilobimiz hojim janoblarining dono yo'lboshchiligida oxirgi g'albiga cho'qim erishkisi. Alloh bizning ishimizga nusrat ato qilsin. Amin. Yuzlagan qo'llar egiz ko'tarilib, Amin degan yangroq sadolar maydonni zilzilaga keltiribdi. Taklif bo'yicha hojim so'zga chiqib mundaq dedi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Shundoq so'g'uq qarmay oldimizga chiqib avvar bo'lsalar,
Hammanglarga rahmat. Butkul Qashqar xalqiga rahmat. Meni so'rasanglar, men oddiy bir jangchi. Mening maqsadim xalqni jabr zulmdan qutqizib, erkin ozodlikka chiqarib, tinch, farovon turmushga ega qilish. Hozir bizning eng chong dushmanimiz Ma Jungyang. Hammaylar ching ittifoq bo'lib, yurtimizni dushmanlardan ozod qilaylik. Allah bizga nusrat bersin. Amin. Qo'llari yana egiz ko'tarilib, Amin degan so'zlar bilan Yaşsın Gazi Hocaniyat Hacı Abdimiz! Yaşsın! Yaşsın kahraman fidailerimiz! Yaşsın! degan yangroq shuar sadolari ko'kka ulashdi. Hojim boshliq hammaylan shahar tarafga otlanganda, yo'lning ikki qosniqidagi odamlar to'pi azim daryodek chayqalib, amin ustiga amin degan yangroq sadolar texmi ulg'ayib ketdi. Hojim hammaning oldida salmoq qadam tashlab mengayotgan bo'z ot ustida maqtak o'ltirib, goh ikki yondagi xalq to'piga salom berdi. Goh qo'lini pulanlatib xalqqa hurmat bildirdi. Uningdan 3-4 qadam orqada Sabit Tamulli bilan Mahmud Muhiti. Ulardan keyin boshqa cho'nglar. Ondan 3-3dan tizilgan jangchilarmu ikki yoqqa salom berib mang'atdi. Xalq to'pi xushalliq yoshga to'lgan ko'zlarini ulardan uzmay, qo'llarini egiz ko'tarib, duo takbir bilan nusrat tilaydi. Ba'zilar olg'a etilib chiqib, hojimning ostidagi bo'z otni tavob qilmoqchi bo'lishadi. Tartib saqlovchi qurolliq kishilar ularni hoy-hoy bilan aran boshqarishadi. Mal haqi qaylislar ekan, dedi Shabdulda mulla yenilib ketayotgan hamrohiga pichirlab. Ular bu qumulluq talvini beshida ko'tiray davotamdun nima? Al-Hazar, Al-Hazar. Buningga hayron qolmoqliq tamollam. Bu nadan haq buguni birini beshida ko'tirsa, atsi uni yerga urishdinmi yanmaydi. Ammo biz noyda ho'shyor bo'lishimiz kerak. Eg'izlarga qanovat degim. Bu aql donishlarni Sabit Tamollamdan daraq tutmag'aylar. U zoti keramga texmi ho'shyorlik darkor degim.